Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Qaranglar, quruq meva do'konga keldik. Mana bugun Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi Yerqo'rg'on bozoriga quruq mevachilarning qatoriga kelasizlar. Mana do'konni qaranglar, tanib qo'yinglar. 505. Hozir hamma narxlarni video obzor qilamiz. Xudo xolasa hamma mahsulotlar narxlarini qaranglar, akalarimiz olib yeyamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamasdan. Bizni obunachilar kelsa arzon qilib beraverasiz-da, xudo xolasa. Hammasidan. Aka qarang, shirinliklardan nima qilaylik? Bular narxlari qanday? Necha pulgacha? Eng arzonlari mana bu karamellari 25 ming so'mdan, mana bu shikolatlar har xil 50 ming, 45 ming so'm, 35 ming so'm. Qancha sotyapsiz mana shu ayirlar? Ayirlarnimi? Ayirlarni aka 55 ming so'm qilib beryapmiz. Ayirlar 55 mingdan qilib beryaptilar mana. Aka ukalar qarang, e'tibor beringlar. Mana sho'rdonalar qanchadan aka? Sho'rdonalar aka mana bular 25 ming so'm, mana bular eng zo'rlari, maydachalari 40 ming so'm qilib beryapmiz. 40 ming so'm qilib beryapsiz. Bodomlar aka? Bodomlar aka mana bularni 105 ming so'm. Eng zo'rlari, eng zo'rlari. 105 ming. Mana bulari 110 ming so'm. 110 ming so'm. Bularchi aka, mana bular bodomlar? Bularni akajon 55 ming so'm qilib beramiz bularni. 55 mingdan qilib berasiz, aka. Mana aka ukalar qaranglar. Bular qanchadan? Mayiz mana bular aka 40 ming so'm. Mana bular aka 60 ming so'm, bular aka 55 ming so'm. 55 ming so'm. Bularchi? Mixlar? Mixlarni akajon 55 ming qilib beramiz obunachilarga, mayli, bo'lsa. 55 ming so'm. Aka mana arzon joyidan qarab e'tibor beringlar. Shu donalarni aytib o'tdik narxlarini. Garoqlar qanchadan? Garoqlarni aka mana bularni 35 ming qilib beramiz. Eng kattasi. Eng kattasi 35 ming so'm. Mana bodomlarni qarang. Xullas bodomlarni har xilidan, shu donalar har xilidan bor. Kelib olib ketaverasizlar. Pistalarsiz qanchadan aka? Pistalarni akajon 140 ming qilib beramiz. 140 mingdan aka. Zo'r aka, ichi ham obunachilarga aka 135 ham qilib beramiz, mumtoz pistasini. Ibrohim bozorchiga kelish kerak faqat, ha? Shunday. Bu xurmo qancha aka? Ajyon. Xurmon aka, yo'q, bu Korolevskiysi bu. Buni aka narxini 120 ming qilib beramiz. Bular aksiyaga tushgan xurmolar. Aksiyaga 120. Bularchi aka? Bular 25 ming so'm. Bular 25 mingdan qaranglar. Endi bu sifatini ham ko'ringlar, shunga yarashadi. Bu qancha aka? Mag'izlar 30 ming so'm. Mana bular 55 ming so'm. Bular 55 ming so'm, ha? 30 ming so'm. Mana bular 55 ming so'mdan aka ukalar. Bu qancha? Bunisi aka 45 ming so'm. 45 ming. Choqiladigan. Choqiladigani 45 ming so'mdan. Holvachalar qanchadan? Bularni aka 25 ming so'm qilib beramiz. Ha, 25 mingdan. Ha, bularchi? Bularni 30 ming so'm qilib beramiz. 30 ming so'mdan qilib berasiz, ha aka. Hozirgi narxda bular. Bu choylaringiz qanchadan aka? Bu choylar aka mana bunisi kardamomli choy bu. Yurakka eng katta foydali tarafi shu, yurakka. Yurakka foydali. Mana bunisi afg'on choyida eng originali bo'ladi. Hikmat choy, ha? Hikmat choy. Qanchadan? Originali. 15 ming so'm, obunachilarga 15 ming so'm, mana bunisini 20 ming so'm qilib beramiz. 20 ming so'm. Shu turishi, ha? Ha, turishi. Shu turishi. Navotlar qanchadan aka? Navotlar aka obunachilaringiz uchun 20 ming so'm qilib beramiz. 20 ming so'm qilib berasiz. Mana aka ukalar, qaranglar. Urikli va quritilganlar qancha? Quritilganlar aka mana bunisi 25 ming so'm, mana bunisi 40 ming so'm. Bu 40 ming so'm. Shakarsizi bular. 25 mingga 40 ming so'm ekan. Aka ukalar, qarang, choyni qarang. Bu choy qancha aka? Bularni aka 150 ming qilib beramiz. Nomi nima edi? Bularni Mojito Mix. Mojito Mix mana aka. Bu choyingiz aka? Bu malinali, bu ham 150 ming so'm. Malinali 150 ming so'm. Qarang, malinani quritib qo'shilgan ekan, 150 ming. Bu nomi nima edi? Bu piyona guli bu. Piyona gulining g'unchasi bu. Bu choy qilib ichiladi. Bu choy qilib ichiladi bu. Odam organizmiga eng katta. Kamyob bu. Kamyob. Faqat qarshinatida. Yo'q, bu qancha aka? Bunisi goji choy aka bu. Bunisini 250 ming so'm qilib beramiz. 250 ming so'm. 250 ming so'm. Sahrga foydali dedingiz-a? Sahrga, yurakka, davlinaga, hammasiga. Mana damlangan. Damlangani. Udar. Rangi ham, ta'mi ham, xudo xolasa zo'r chiqadi. Aka ukalar, parvardalar qancha bo'ladi? Parvardalar 15 ming so'm. 15 ming so'mdan parvardalar. Qaymoqli variantlari, sariyog'lilari 55 ming so'm. 3 kilosi 55 ming so'm. 3 kilosi 55 ming. 3 kilosi. Bitta korobkasi 3 kilo. 3 kilosi 55 ming. Kilosi emas, qaranglar, e'tibor beringlar. Hurmatli tomoshabinlar. Kadurug' bor ekan, ha? Kadurug'larimiz bor aka. Qanchadan bular aka? 55 ming so'm bular. Kadurug'lar 55 ming so'mdan, ha? Ustani har xilidan bor ekan. Har xil turidan. Qanaqa kerak desa, hammasini topib beramiz. Mana bosib taylaganlar korobkaga har xil turidan xohlaganlaridan topib berishadi, xudo xolasa. Bu shikolatlar qanchadan? Bular aka 52 ming so'm yozilgan, korobka narxidan ham o'tib beramiz, 50 ming ham qilib beramiz. 50 mingdan qilib berasiz, ha aka? Mana qaranglar, arzon joyidan e'tibor beryapsizlarmi? Bu navot qanchadan? Bu navot 13 ming so'm. 13 ming so'm, ha bu? Pushta navotchi. Mana pushta navot 13 ming so'm, qaranglar, e'tibor beringlar.
Aka yana tushsa bo'ladimi yo'qmi? Tushirib ham beramiz. Ha? Tushirib beramiz. 12,5 dan ham berasizmi? Beramiz. Mana. Aka ukalar 12,5 dan ham beradilar, hurmatli tomoshabinlar. Dumba yog'li simichkalar qanchadan bular aka? Dumba yog'lilarni 108 ming qilib beramiz. Mana shu pachkasi, ha? Pachkasini shunday, ha. 3 kiloli, ha? 3 kiloli. Bekzod aka simichkalar. Mana bu simichkalarni aka 100 ming so'm qilib beramiz. Bular 100 mingdan, ha? 100 ming so'm bular. Mana bular 3 kiloli hammasi. Bular 100 mingdan 3 kiloli. Hurmatli tomoshabinlar, manzil tushuntirib aytdim. Kelaverasizlar, arzon narxga, chiroyli narxga qilib beraveradilar, xudo xohlasa akamiz. Kelaverasizlar aka.